Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 5. ayının 23. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetten aysak. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden Tokyo'da Japonya'nın veziri Fumio Kishida bilen görüşkenden keyin avval birinchi bo'lib iqtisod ramkasi. Endi Tinch okean iqtisod ramkasini e'lon qildi. Onun keyin Fumio Kishida bilen birlikte muhbirlarni kutib elish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda birinchi bo'lib o'tirib savol qo'ygan bir muxbirning savoliga javob berganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden agar Jungo Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, Amerika biz harbiy aralashamiz deb ko'rsatdi. Bu sözün ma'nosi vatandaşım, agar Jungo Tayvanga qurolli hujum qiladigan bo'lsa, biz Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni qurolli qo'g'daymiz deb aytdi. Siz shuniga diqqat qiling, hurmatli vatandaşım. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Washington'da turib shundoq so'z fikr bayon qiladigan bo'lsa, buning qimmati va o'rni qanchalik bo'ladi? Ikkinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshi Yaponiya bilan birlikda turib, masalan Tokyoda turib shundoq dedi. Masalan, sen Tayvanga hujum qiladigan bo'lsang, Jungo, biz Amerika qurolliq aralashamiz dedi. Demak, bu muxbirlarni kutib elish yig'inida ikkinchi bir davlat rahbari, ya'ni Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida bor edi. Masalan, Yaponiyaning jo'g'rofiy o'rnidan aytsangiz, Tokyo bilan Beijingning oraliqi qanchalik buni men bilmayman. Biroq Yaponiyaning Kagoshima o'lkasi bilan Shanxay shahrining oraliqi aeroplanga 1 soatlik yo'l vatandaş. Onun ustiga Tayvan masalasi yiriklik ve sezgirlikten aytganda, bu ülke Tayvan aynı çağda Yaponiyaning mustamlikasi edi. Bugünkü noktadan aytganda Tayvan etrafıda, Tayvan boğazıda geçireyli. Tayvan boğazıda vaka yüz bersi, bu demek Yaponiyanın etrafıda vaka yüz bergenlik buludu degen gap. Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Asiyadagi eng büyük ve eng ishonchli ittifoqdoshi. Tayvan boğazıda vaka yüz beradigan bo'lsa, agar Amerika Qo'shma Shtatlari bir harakat qo'llanadigan bo'lsa, buna Yaponiya qarab turmaydi, balki Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda urushga kirdi degan gap. Çünkü Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida Yaponiya nima mudofaa shartnomasi bor. Bularni kon hukm deb turayli. Bugun Tayvan bo'g'ozining vaziyati shu holga keldimi? Masalan, Jungo Kompartiyasi Tayvanga harbiy qurol ishlatib, harbiy mudohila yurgizib, Tayvanni harbiy kuch bilan bo'ysundirishni qaror qiladigan va shuningga jur'at qiladigan mushundaq bir paytga keldimi? Jungo hukumati bu vaziyatni o'zi paydo qildimi? Shundaq. Sizlar yaqindan biri ko'ryapsizlar vatandoshlar, bir jumla bir qadamdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan to'g'risidagi siyosati o'zgarib keldi. 2001-yildan boshlaganda, noqul aytganda, 2001-yildan boshlaganda Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari Yaponiyani ziyorat qilib keldi.
Davlat Meclisi a'zolari, voy, Yaponiyani kechiringlar, Yaponiya emas, Tayvanni ziyorat qilib keldi. Buning ma'nosi yaqindan beri Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining a'zolari bir qancha qatim Tayvanga bordi. Masalan, buning konkret misol 3-oyning 2-kuni, 3-oyning 1-kuni bir guruh Davlat Majlisi a'zolari Tayvanni ziyorat qildi. Bu halqiliq ziyorat qilish. Shu misol qilyapmiz vatandosh. 2-kuni, 3-oyning 2-kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanni ziyorat qildi. Endi kelayli, chekinib kelayli yaqindagi ahvolga. 5-oyning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi Tayvan Amerika munosabatlari to'g'risida Tayvan mustaqillik jakarlisi qo'llamaymiz deydigan bir so'z iborani o'chirib tashildi. Ya'ni shu kuni shu to'g'risida Tayvan Jungo'ning bir qismi emas yoki bir qismi deb shungacha otilib kelgan so'zni o'chirib o'tib, Tayvan Jungo'ning bir qismi emas degan qarorni chiqardi. Bu 5-oyning 5-kuni yuz bergan ish edi vatandoshim. Endilikda kelayli 5-oyning 20-kuni 15 kun o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasining bayonotchisi Ned Price tuniga so'zildi. Sizlarga bugun yana so'zlaymiz. Sababi nima desangiz, bugun Prezident Joe Biden Tokyoda turib, ya'ni 23-kuni Tokyoda turib, muxbirlarning savoliga javob berganda, agar Jungo Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, biz Amerika qurolli qardoshimiz. Shunga biz buni tekrar so'zlaymiz. Shundoq 5-oyning 20-kuni Tayvan Jungo'ning bir qismi deydigan Jungo'ning prinsipi yoki Jungo prinsipi bo'yicha biz buni e'tirof qilmaymiz. Ko'ta. Jungo'ning bir Jungo prinsipi bo'yicha biz buni e'tirof qilmaymiz. Ko'ta qasqanan. Amerikaning bir Jungo siyosati. Buning ichida Tayvan Jungo'ning zimini degan so'z ibora yo'q. Bir Jungo marhamat Kuomintang rahbarligidagi Jungo'mi, Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi Jungo'mi, bu bizning ishimiz emas. Bir Jungo'liklar o'zi tanlab oladi. Bir Jungo, mana shu bir Jungo. Lekin biz Tayvanning Jungo'ning bir qismi deydigan Jungocha prinsipni e'tirof qilmaymiz. Endi bugun keldi vatandosh. Prezident Joe Biden nima dedi? Agar Jungo Tayvanga qurolli hujum qiladigan bo'lsa, biz buning qurolli qarshilashimiz, harbiy kuch bilan aralashamiz. Harbiy kuch bilan Tayvanni qo'g'daymiz. Endi nima deymiz? Niqoblar yirtilib ketdi. Jungo Kompartiyasi yiroq aytganda 76 yildan beri, yaqin aytganda 70 yildan beri Jungo xalqini aldab keldi. Agar Jungo'da xalq bor deyilsa, mening deganim xalq bo'lgandan keyin uningda bir isyonkor bo'lish kerak-da. Hukumatning, partiyaning siyosatlari oqmagan chog'da ko'chaga chiqib namoyish qila oladigan bir isyonkor xalq bo'lish kerak-da. Shundoq bo'lsin deb turayli, 70 yildan beri Jungo xalqini aldab keldi. Bugun sizlar partiya guruhlar yo'q. Partiyaning rahbarlari Mao Zedong Xiaoping yo'q, ketib bo'ldi. Jiang Zemindan boshlab aytaylik, Hu Jintao, bugun rais Xi Jinping. Sizlarning Tayvan to'g'risidagi hukmlaringlar, Tayvan to'g'risidagi belgilagan siyosatlaringlar, Tayvan to'g'risidagi partiya Jungo Kompartiyasining programmasi ozod qilish to'g'risida, Tayvanni ozod qilish to'g'risidagi vasvasalar. Ya'ni bugun tahdid atishtish yo'lida hal qilamiz deyish, o'g'illik qurol ishlatishdan voz kechmaymiz deyishdan iborat mushu hukmlarning hammasi bugun gumron bo'ldi. Jungo Kompartiyasi nima qilishi kerak? Jungo Kompartiyasi tanlashga duch keldi, nima qilishi kerak? Hozir Xi professor yoki sotsolog, iqtisodiy sotsolog Xi so'zi bilan aytganda 3 milliondan ortiq harbiy qo'shin u qasqonga tizib qo'ygan muammo degan edi Xi
Bugün Cungo'nun harbiy qo'shinlari Qosqonga tizib qo'ygan mo'mamu yoki nima? Bu bir tanlashga duch keldi. Agar yana bir tanlashni aytadigan bo'lsa, endi siz xuddi dengiz to'lqini, daryo to'lqini yoki dengizning shovqinli to'lqini qirg'oqqa urilib kayniga qaytgandek, sizmi kayningizga qaytamsiz qandaq? Tayvan atrofini, Tayvan bo'g'zini, Tayvan avatovaligini parakenda qiladigan ishlarni endi mushada to'xtatamsiz qandaq? Undaqla, ya'ni shundaqla hozir Uyg'uristonda 6-7 yildan beri yo'l qo'ygan nazarband qilish, jazo lageri qurish Uyg'ur degan millatni yo'qotishdan iborat. Bu siyosatni endi to'xtatamsiz qandaq? Men tuniga sizga nima dedim? Maşangro efendi, siz o'ylanadigan vaqt keldi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki jahon siyosatining Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi g'arb dunyo siyosatiga moslashadigan vaqt keldi. Agishadigan vaqt keldi dedim. Demak, bugun Prezident Joe Biden Tokyoda 23-kuni Tokyoda agar Jungo Tayvanga qurolli hujum qiladigan ish bo'lsa, biz bununla qurolliq orilishimiz dedi. Şuna bugün, yani şu 23. günü Azil Michel Barçillat Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti'nin komissarı Guangzhou'ya yetip bardı mı qandaq? Hazırgısı bir haber yok. Guangzhou'dan uçup Ürümçi'ye yetip bardı mı qandaq? Hazırgısı bir haber yok. Lekin bugün 23. gün sizden ziyaretiniz, sizden tekşürüşünüz, mesela Bayanatçı Devlet Mahkemesi Amerika Qo'shma Shtatlarining bayanatçısı Ned Price 2 qatim tilga olgandek tekshirish obyektiv sharoit ya obyektiv kishilik huquq masalasini tekshirish zaruriy shartlar bo'yicha tekshirish deb 2 qatim eg'izga olgandek Michel Barchelet xonim siz Urumchida va yoki qayerda hozir tekshirishni boshlab o'tdingizmi qanday? Hozirgacha bir xabar ko'rmadim. Atlatinki yetip gelişi mümkün. Biz ma bir leksiyen tükettik. Endi ikinci leksiye demesem muhakemede söz deydiğen sözümüz vatandaşım söz kılış hukuku. Tayvan boğazı vaziyeti meselesinde Cungo hükümeti sizden söz kılış hukukunuz var mı yok? Kaldırılgan mı yok? Bunda imkaniyetli sizge kaldırgan mı ya kaldırmadı mı? Halkara cemiyet ya ki halkara vaziyet şunda hukukunu kaldırdı mı kaldırmadı mı? Bu doğru leksiye sözlemizken ikinci leksiyemizde mani sözlüğümüz vatandaşlar Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisod ramkisi endi en çok yani iqtisodda ramkisini e'lon qildi. Makiler ikinci qatimliq leksiyamizda shuni anglab o'tishlar vatandaşlar.